ortiqcha tana vazni va semizlik bu bir xil narsa deb o'ylaysizmi? Aslida yo'q. Bu ikkala holat bir-biridan farq qiladi. Farqni bilish uchun avvalambor tana vazni indeksini, ya'ni BM ni hisoblash kerak. Buning uchun siz o'zingizni aniq vazningiz va bo'yingizni bilishingiz kerak. Masalan, tana vazni 65 va bo'yi o'rtacha 160 metr bo'lgan insonni olaylik. Buni hisoblash juda oddiy. Tana og'irligini, ya'ni 65 ni bo'y o'lchami kvadratiga bo'lamiz. Ya'ni 65 kilogrammni 160 santimetr kvadratiga bo'lamiz. Natija esa 25.3 chiqadi. Bu tana vazni indeksi. Bu esa aslida ortiqcha tana vazni hisoblanadi. Agar tana vazni indeksi 30 dan yuqori bo'lsa, bu daraja semizlik deyiladi. Bu bosqichda esa albatta to'g'ri jismoniy harakatlar, to'g'ri ovqatlanish va to'g'ri hayot tarzini amalga oshirish talab qilinadi. Shunda siz semizlikka o'tib ketish oldini olgan bo'lasiz. Video yoqqan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.